Hey народ! This vlog is about our trip to Tashkent with Nukus PS students. Here we go. Bizlar bara turgan yerimiz bitiruvchilar qurultoyi Toshkentda har yili har doim emas, oxirimizda bo'lib o'tadigan bitiruvchilar uchun ilash. Bizlar maktabimizning adnan representator bo'lib Jana men baradimiz. Bizlarga qarovchidan Gulam degan qiz bor. Please ishimiz aldimiz deyalib qoling, sababi videoda keng ko'p ko'rinadi. Shitkin. Mahalla deb yuqanchi sho'ng'ona deb sahan qarab qo'ydim. Qachongacha noz etasiz? Qozog'istonda Ajiti ko'pchilikda danslar turdik. Ширим сапли Ташкентте талантсыз. Семья. Вот это бзерен room tour. Dan quickly we head up to Kawan Ash Center. Not like I say hi. Bakan full болганнан кийин bizlar ikki bo'lib ketdik уже. PS ICT-га ketdi. And we decided to go to City Mall. Tashkent Mall. Tifas. Abamiz Muz saray. Hey. Ya bular endi Toshkentda turib yurgan qarashlardan. Уже biz Tashkent City Mallda paydo bo'ldik. Metroda tuzilmadim. So sorry. Yes. Tashkent City Mall. Welcome. Say hi. Vlog qilyapman вообще. By the way, bizlarga Tashkent City Malldan boshlab new partner PS student chizmam qildi. Короче, men testerdan foydalanib qo'yib ko'rdim. Kosmosdan ko'rinayotgan bir do'stlar. Avval solib turadi. Olib qoldi, конечно, magaziniga kirib. Yo'q. Yaxshi. Xonadagi ko'p Esim jatligim mana shu yoqda. Esimizga so'qasida. Telxonachi bo'lib Timur qo'shilib edi. Bir kadrga tushibdi. Jasmine says hi and biz bekadamiz. Уже после ужин hamma mafiya o'ynadik sirtlashib. Mafiyadan keyin bizlarda sleeping time bo'ldi и azanda прямо konsertga go. Of the original song. Next question again. Whose song is being performed as a cover? Here begins the unusual ceremony. Bizlarda shunday kartalar gruppalarga bo'ladi. Quydan keyin biz birinchi gruppada bo'ldik. First group. Bizlarda gruppalarga bo'lishib yurgandan keyin bizlarda co-traininglar bo'ldi. Bizlardan proyektimiz. Gmail.com. Uni ham kulga qilsa bo'ladi. Shuni bilsin. Yo'q, bo'ldi chatmas. Chiroyli. Bo'ldi chiroyli. Say hi. Hi. Wie guckt sie es?
Biz sizga bugun Kidnap Go degan yangi ilovamizni taqdim etmoqchimiz. Bu ilovamizni biz shunaqangi bir maqsad bilan yaratdik. Hozirgi kunlarda hozirgi politik situatsiyalar bilan kidnapperlar uchun vaziyat juda ham qiyin bo'lib qoldi. Ularda почти savdo ishi ketmayapti. Bola chaqasini boqish kerak edi. Ro'zg'ori tebranmayotganligi uchun biza ular uchun 15 daqiqagacha sizni bepul kutadi. 15 daqiqadan keyin bo'lsa, sekundaga 69 so'mdan ana shunday tarifga qo'shib ketaveradi. 19 so'mdan. Так, просто randomly tanlagan raqamimiz, hech qanaqa manual orqasida aylanib turibsiz. Keyin qarayapsiz, bitta easy target turibdi sizga. Kelibsiz, unaqa oldingizda bitta moroz takon mashaqo. Bolasi morozini bechara sizga beraman, desak moroz beraman deysiz. Keyin bo'lsa u orqangizdan kelyapti, lekin sizga mashin kerak. Nima qilasiz o'sha payt? Bizani ilovamizga kirasiz va pick up mode select qilasiz. Agar bizani taksimiz 5 minut ichida kelmasa agar sizga 30% lik chegirma offer qilamiz. Agar biz bo'lsak, agar sizlar bo'lsangiz, lekin ungacha sizlarni militsiya уже 5 minut ichida agar sizlarni militsiya ushlasa agar biza mana ishni qilamiz. Lekin 5 minutdan keyin qolib ketadigan bo'lsa agar u как бы bizani zimmamizda bo'lgan responsibility o'sha uchun biza sizga firmamiz nomidan bepul advokat. Bizani kompaniyamiz Toshkentdagi avtobuslarda yo'l haqida to'lamagan yo'lovchilar. Tak, bizani kompaniyamiz Kidnap Go 6-7 months ago launch qilindi va hozirgacha lam $200 revenue'miz bor. Tak, profit marjinlarimiz juda ham katta. Aynan qanchaligini bunday publicly disclosure qila olmayman. NDA sanqaganman. Tak, va bizani main partnerlarimiz. Bizani asosiy partnerlarimiz bular kimlar? Isuzu kompaniyasi ular bizga o'zlarining traklarini offer qilishadi va in bulk servislarini nima qilayotganligimiz uchun bizga optimum road narxlarni kelishtirib berishadi. Va bu narsa is of the month deydi-ku. Ana 6-7 oydan beri biz nima qilamiz dedim, 6-7 va ana shu oxirgi 4 oy davomida bizani eng unaqa nima aytdi bir yuragida o'tib bor ishchilarimiz, eng faol ishchilarimiz. Birinchisi bu Baxay tog'a. Baxay tog'a yaxshi. Ikkinchisi orasida bunday casting bo'lmagan payti, uni ishi bo'lmagan payti bizga kelib turadi James Bond. Keyin yana nima deydi? Kimda kim bunday bir bizani premium subscriptionimizni sotib oladigan bo'lsa agar, u ko'p qimmat emas, oyiga atigi $12.99. O'shani sotib oladigan bo'lsa agar, biz sizlarga o'ta experience unaqalarni nima aytdi, driverlarni keltirib beramiz. Ana eng tanilganlari bular Max Verstappen va Lewis Hamilton. Orasida keladi, biz отработкасini qilib ketadi. Tak, в основном shu narsalar edi. Agar mabodo bizga kontakt qilmoqchi bo'lsangizlar agar, nomerlarimiz 94 404 7075. Saytimiz bo'lsa Kidnap Go. Kidnap Go. Tak, savollaringiz bo'lsa agar bemalol Kidnap Go sizlar bilan har doim tezroq. Xuddi shunday. Xo'p, mana savollarga bo'lyapti. Hayat a'zolari sifatida. Sizlar o'zgina bir pul bor edi, sizlar money laundering bilan shug'ullansizmi? Tak, money laundering aynan o'zimiz nima qilmaymiz, lekin ana bu aytganimdek biz organ seller va keyin nima aytdi? Child trafficking bilan shug'ullangan hamkorlarimiz bor. Bemalol sizlarga kontaktini berishimiz mumkin. Menga shu taraf yo'q. Yo'q, menga o'zi startap juda ham yoqdi. Amerikadan juda ham katta investitsiya ajratamiz. Bu narsa Zaldan savol, bitta savol faqat. Female'lar uchun alohida tarif bormi sizlarda? Female'lar uchun nima kerak sizlarga? Nima kerak sizlarga? Agar qanaqadir yangi yillar ustida bo'lsa agar customize nima kerak bo'lsa agar sizlarga customerlarning safida juda ham kerak qilamiz. Biza bu mobile aytyapman, men faqat saytdanmi? Yo'q, mobile app. Qayerdan download qilsak bo'ladi? Play Market'ni o'zidan so'rasizmi? Nimaga App Store yo'q? App Store'da ham bor. App Store'da ham bor. Yaxshi. Target topib berish xizmati bor. Target topib berish. Tak, ana Epstein Island'dan qamalmagan nimalarimiz, tonish-bilishlarimiz qolib ketgan. O'shalarni sizga konsalting servislarni ko'rsatib beramiz. Rahmat. Qarsaklar. Bundan
U o'zi World Cup'dan oldingi Portugaliya bilan Nigeriya o'ynadi-yu. O'shanda gol urolmagan bo'lsa ham, bitta o'zini celebration qilib berish uchun kiyib chiqdi. Keyin puldan borda boshqarishdi. O'sha pul bilan birga suvudib switchlarni. Ko'rmoqchi bo'lsangiz, suvudib berdi. Chunki issiqda hozir. Bilasizlar, Meksikada issiq. Sha bo'ldi. Ronaldo maktab bitiruvchilari bugungi o'sha team building sessionimizda ishtirok etganlar uchun rahmat. Umid qilamizki, qo'ldan kelgancha qiziqarli qila oldik sizlar uchun. Sal cho'zilib ketgan uchun uzr, kamchiliklar va noqulayliklar uchun. Ya'ni eng oxirgi, eng katta aktivitimiz bu The Worst Startup Idea Ever Existed. Yettita bir-biridan ajoyib, bir-biridan rasvo, bir-biridan noxush, bir-biridan nostandart bo'lgan g'oyalarni eshitdik va ularning orasida men do'stim Jack Pardon bilan uchta eng yaxshi nominatsiyani tanlab oldik. Bu nominatsiyalarimiz The Best Digital Product, The Most Creative Product and The Most Startup Idea. Xo'p, digital productdan boshlaymiz. The Best Digital Product bizada bo'ldi. The worst bo'lar iltimos. Tiki Rostello. Tiki Rosello, siz bilan o'zingizni so'ngiga qadar. Sizga beraman. Logosu. Ularga ochki ham berish kerak edi. Yaxshi bo'lasizmi? Keling, jamoat. Ayniqsa podpiska bilan bo'lganingiz menga juda ham yoqdi mana shu g'oyada. Mobillik sizga yetmaydi. Bo'lganingizcha yetadi. Önce Victoria Azizel. Hiya guys. Вообще здорово. Cool. Present скидка. Say hi. Va bitta narsani alohida ta'kidlamoqchiman. Bu yerda o'sha har bitta yo'nalish bo'yicha nechta kvota mavjudligi berib o'tilmoqda. Shu bilan birga har bitta yo'nalishni kontrakt summasi, ya'ni bu yerda 42 million kontrakt summasi bergan va bu yo'nalishga juda talabgorlar ko'p bo'lgani uchun ham buni kvotasi 75 ta talabani qabul qilamiz. O'zgargan ta'sir qildimi? Ozgina. 3 tani klubni oldingiz. 3 tasi hozir o'tay deb turibdi. Marhamat. Ikkinchi speaker. The main idea lies on the natural filtering abilities of a plant called moss. So as you can see in the picture, using special building like they can contact us and you'll find them. Siz hozir profilingiz ekspansiya haqida gapirasiz? Ulardan meros bo'lib qolgan halollik va ona vatan Abdulla Qodiriy nomidagi ijod maktabidan Orifjon va Shahzoda. Yuborda Shakir va Sevara Bahodirovna juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tdilar. Eng yaxshi investitsiya bu ta'lim uchun kiritilgan investitsiya hisoblanadi va bu o'zini har doim Hi everyone.
Ночной Ташкент. Короче, aylanib, o'rgilib, Uydrinqqa keldik. Bottom Dilshod degan. Piyoda 5-10 daqiqalik. Ha, ya o'rtaga chiqmayapmiz. Choy ichib saftir. Короче, bunday vibe'da. Tonight I wanna show you what. तेरे बाहों में मिल जाए हम तुझे देखा तो ये Biz Nukusga keldik. Yemek yetibga сразу ikki soat bistroq bordim. So, thank you for everyone. Mitakarita arigato.